Sharipov Mustafa, 11 yoshdaman, Toshkentdaman. Ovoz bolalar boshladi. Bo'lingni yoki men to'yim bor. Men 5 yoshdan qo'shiq aytishni boshlaganman. Men qo'shiq aytishni birinchi bo'lib o'zim sezganman. Keyin oyimga aytganman, keyin Qur'at Isroilovaga olib borganlar. O'tib to'ndirganman. Uspenskiy nomidagi maktabda o'qiyman. Tambur instrumentini chalaman. Tambur chalmasam, keyin pianino chalmasam, ko'chada velosiped uchaman, keyin ozgina PUBG o'ynayman. Keyin futbolda trenirovkaga boraman. Futbol o'ynashni vashsha yaxshi ko'raman. Mana bu legendarniy xonimchalar Chorsu bozor. Oyim va amakilari, keyin yana bitta amakilari, keyin dodam doira chalishgan. Adamam doira chalishni biladilar. Aytman, sulolamiz bilan san'atkormiz. Sinvam violonchen chaladi. Nimani orzu qilasan? Menga gapir. Mani orzuyimman. Mana shu ovozda yetib ketish. Ovoz ko'rsatuvini ko'rganman. Keyin Shohruh Mirziyoyev balet qilganman. Agar uchalovligi menga qarashsa, men Botir Qodirovga borgan bo'lardim. Raqiblarim ovozini eshitdim. Qo'rqmayman.